Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdık Acar Rozi, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü saat 2021 yıl 3. ayının 22. günü. Vaziyet doğrusu da hazır bir cümle söz kılaylı. Bugün Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet İşler Katibi Antony Blinken Avrupa Belgiyanın payitahtı Brüssel'ga uçup aeroplan bilen NATO'ga a'zo devletlerinin tashqi ishlar ministrlarining yig'ini qatnashidi. Bir cümle söz, Jungo tahdidiga taqabil turish. Bugün 3. ayının 22. günü Rusya Federasyası'nın tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Beijing'e ziyaret kildi. Mana bu sizge, bizge, bütün dünyaya ramkalaşkan vaziyet hürmetli vatandaş. Şu jarayonda biz endi sizlarga so'zlaydigan leksiyalarimizni so'zlaymiz. Avval mundaq deyli. Tashqi ishlar ministrligi Rossiya Federatsiyasi. Tashqi ishlar ministrligi degan mavzuning 5i. Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar ministri Jungoni ziyorat qilish purusida alayda o'rinlashtirilgan vaqt ichidagi fursatdir. Rossiya Jungo birlikte Amerika'ya karıştırandı sual. Bayonatçı Hua Chunying cevap verdi. 3. ayının 22. günü YouTube Şark Televiziyası yer şari kesişiş nokta. Herhalde. Bırak biz bu mavzunu öze qarab bakayıq. Tashqi ishlar ministrligi, Jungo'nun tashqi ishlar ministrligi. Rossiya Federatsiyasi sizga belgilik. Bu yerda Hua Chunying Jungo tashqi ishlar ministrligining kona bayonotchisi, ya'ni markalik bayonotchisi Hua Chunying xonim aytibotdiki, Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministrining, ya'ni Sergey Lavrovning Beijingni ziyorat qilishi alayda o'rinlashtirilgan ziyorat. Mana bu qismen aldı e'tirof qilish ve qismen aldı oshkorlash deganlik. Bu normal davlatlararo berib kelishdagi normal diplomatik munosabatlardan shu doirdan olqib chiqqanda bu alayda o'rinlashtirish bo'ladi. Vatandaş, biz tünükillerde sizlerge sözləvatqan sözümüzün zadı şu məzmunda işkelliki ve yaki şu məzmundan yakşoriyallıqdan yıraqlap ketkelligi yaki emesligi. Doğrusudur bugün Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying xonim tasdiq saldı degan gap. Nima deb tasdiq saldı? Biz Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministrining Beijingni ziyorat qilishini alayda o'rinlashtirdik. Albatta shunday qildi Hua Chunying xonim, albatta shunday qildi. Albatta shunday qildi. Hozir yana bir so'z, yana biri buni da vatandosh tashqi ishlar ministrligi, yana boshqadek mavzuning 5'ida qo'yilgan mavzu. Tashqi ishlar ministrligi Javlijan, endi 2. bayonotchi. Jungo tashqi ishlar ministrligining 2. bayonotchisi. Buni hozir chet ellarda matbuot xodimlari da'vat etganki, bu kishining qiyofati buyurmasallik. Shunga bu kishining diplomatik faoliyatlari jallang, ya'ni bo'ridek kurash qiladigan Müşündaq misalga təbə degəndək axbaratlar az emas Javlijan doğrusuda. Bu kişinin şu burun Hua Chunying xanımdək başlayıqın Hua Chunying xanımdək qattiq meydanda durub diplomati əsasıda bayonatçı bolğan kişi desiniz buludu. Endi bu kişi, muşu qattiq kişi nima dedi mənim qulaq söyləng hörmətli vatandaş. Tashqi ishlar ministrligi bayonatchi Javlijan mundaq dedi. Amerika taraf mehmonga mundaq muomala qildi. Biz baş so'zlab bo'ldik sizlarga ularni. Mundaq muomala qildi. Jungo taraf Alyask shtatining sovuq shivirg'onlarini his qildi. Tushundingizmi? Tunji qatim e'tirof qilish.
Çünkü Kompartiyasının Tashqi ishlar bayonotchilarini tunji qatim e'tirof qilishi. Yo'q, buni nima demaylik, buni ikkinchi qatim e'tirof qilish deylik. Hozirgi maydonda o'zgartib olaylik hepimizni. Boshda Huachuyin xonim, biz Sergey Lavrov ministrining Beijing ziyoratini alayda o'rlashtirdik. Endi bu yerda nima deyapti Javlijon apandi? Biz bu qatam Alyaska suhbati yig'ini davomida Alyaska shtatining so'g'oq, shivirg'onliq paytlarini his qildik. Yoki so'g'oq shivirg'onlarini his qildik. Demak, masala ochilib ketdi vatandosh. Antony Blinken davlat ishlar kotibi Amerika Qo'shma Shtatlarining masalani o'tirg'i chiqadi. Nima dedi? Uyg'uriston masalasi, Hong Kong masalasi, Tibet masalasi, Tayvan masalasi bu Jungoning ichki ishi emas. Hozir bu rayonlarda yuz berayotgan Jungo Kompartiyasi zo'ravonligi, bostirish zo'ravonligi bu hargiz Jungo Kompartiyasining ichki ishlariga taalluq zo'ravonlik emas. Bu zo'ravonlik xalqaralashgan zo'ravonlik, ya'ni xalqaro jamiyat diqqat qilayotgan zo'ravonlik. Qisqasi ichki ishi emas. Bu qatamqi Alyask suhbatining tunji kunidagi natijasini biz mushu naqtada kuzataylik, hurmatli vatandosh. Mushu mavqe, mushu fikr bilan kuzataylik, bu g'alaba. Gerçi matbuotlarda Alyask suhbati g'alaba qilolmadi. Nima maqsadda da'vatida men buni tushunmayman. U xabarlarga ko'zimni tashlamadim. Chunki bu yerda Antony Blinken apandi davlat ishlar kotibi dediki, biz to'g'ridan-to'g'ri masalani to'g'ridan-to'g'ri o'tirib qo'ydik degan. Nima? Hozir bu yig'in ichida yig'in 3 kun ochildi vatandosh. Yo'q, 3 kun emas, 2 kun ochildi. 2 kun ichida, mesela 18-kuni atdiganda bir qatim, tushdan keyin yana bir qatim. 19-kuni atdiganda bir qatim, lekin bu bir qatim maxfiy suhbat. Tushundingizmi? Maxfiy suhbat. Maxfiy suhbati nimalar deyildi vatandoshim? Bu asasa o'tirg'i chiqdi, hozir qilamiz u gapnimi? Asasa o'tirg'i chiqdi. Endilikda maxfiy suhbati nima deyildi? Buning uchun men sizga tavsiya qilay. Men o'zim ko'rmayapman, andijonda kelib qoldi. O'tgan yili 6-oyning 17-kuni Havoyda sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Jungoning diplomatiya ishlariga mas'ul Yang Jiechi'ni Amerikaning Hawaii shtatida qabul qildi. Chat bir tarafda, bugun Alyaskami chat bir tarafda vatandosh. Bu bir simvollik ko'rinishdayli. Hawaiida qabul qilgan vaqtda Yang Jiechi davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning qo'lini tutib turib, tushgan suratni hozir Twitterda ko'rdinglar. Torbetlarda ko'rdinglar vatandoshlarım. Men birovni haqoratligim yo'q. Lekin bu amaliyat. Bu Jungolikning xarakteridir. Bu Jungo Kompartiyasining xarakteridir. Bu Xitoy millatining xarakteridir. Tushundinglarmi? Bu qatimqi Alyaska suhbatida ham, 3-chi qatimliq maxfiy suhbatda ham Jungo Kompartiyasi yo'l qo'ydi degan gap. Vatandaşım yol koydu degan gap. Shunga munosabatlik, mushu vaziyatga munosabatlik tunigillardi, ya'ni 21-kuni Shveysariya hukumati Jungo strategik siyosatini e'lon qilib, Jungoda hozir yuz berayotgan masalan bo'libmi, Uyg'uristonda Uyg'urlarni qul qilish, Uyg'urlarni nazarband qilish va Uyg'urlarni majburiy emgak qilish, Uyg'urlarni genocide yoki umumiy qirg'in qilishdak mushundaq siyosatlarga qarata Shveysariya hukumati bugun Hong Kong va Uyg'ur to'g'risida maxsus Jungo siyosiy yoki Jungo strategiyasi e'lon qildi. Bu Shveysariya hukumatining bunday e'lon qilishidagi bir alohidalik dediki, burun bu Tashqi ishlar ministrligining maxsus xizmat doirasidagi ish edi. Endilikda bu Shveysariya hukumatining ishi bo'lib aylandi, yoki hukumatning ishiga aylandi. Tashqi ishlar ministrligining emas, balki hukumatning ishiga aylandi. Shunga Jungoning Shveysariya turishlik boshlovchisi allaqachonli Kang shaklida Shveysariya hukumatining bu qaroriga qarshi turdi.
Bu yukarı vaziyetlerge aytganda qo'shimcha vaziyet sifatida sizga aytyapmiz, hurmatli vatandosh. Vaziyetmi shu. Endi ikkinchi qitimliq leksiyamizni nima so'zlaymiz? Buran qarab turing. Ikkinchi qitimliq leksiyamizni kutib turing. Ma'al suhbatimiz, ma'al leksiyamiz bu müşahede oxirlashdi. Uzrab kelsiz zerikib qolisizlar vatandosh.